Assalomu alaykum sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Bugun juda ham dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Bugungi mavzumizda biz nega qarib boshlaymiz va nega kasallanib boshlaymiz? Buni sabablari haqida gaplashamiz. Chunki biz qarishimizning asl sababi bu kasallik. Qachonki biz kasal bo'lsak, bizning tanamiz qarishi ishga tushirib yuboradi. Qarish jarayoni ishga tushirib yuboradi. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Biz deyarli har kuni hammamiz o'z qo'llarimiz bilan noto'g'ri ovqatlanishni amalga oshiramiz va shuning uchun bizda kasalliklar natijasida teri qarishi va tana qarishi vujudga keladi. Qanday qilib? Chunki biz ertalabdan boshlaymiz shakar iste'mol qilishni. Shakar organizmimiz uchun juda ham zarar. Shakar bizni kollagen tolalarimiz bor. Har birimizda kollagen bu bizni terimizni qattiqlashtirib, chipislashtirib turuvchi tola hisoblanadi. Shu kollagen tolalarini shakar parchalab yuboradi. Biz agarda shakarni iste'mol qilishdan chiqayotgan bo'lsangiz ham, ratsioningizdan chiqarayotgan bo'lsangiz ham, bitta gazli ichimlikni olib ichganingizda, o'sha gazli ichimlik, rangli ichimlik tarkibida shakar, bir stakan gazli ichimlik tarkibida 8 osh qoshiq shakar mavjud. Demak, biz organizmga 8 osh qoshiq shakarni solib qo'ydik. Nima bo'ladi? Kollagen tolalarimizni parchalash bilan shug'ullanadi. Undan keyin ko'p non iste'mol qilish, ya'ni nonni tarkibini o'rganib chiqsak, non glutendan iborat. Gluten, ya'ni nonimiz mog'orlaydi, ko'p turib qolganda bilamiz hammamiz. O'sha bizni ichimizga kirganda ham shunaqa vaziyatlar amalga oshiriladi. Ya'ni bizni ichaklarimiz, butun organizmimizni non ko'p iste'mol qilganimizda zararlash bilan va ularni shamollatish bilan shug'ullanadi. Shamollash natijasida bizda har xil muammolar boshlanadi. Kimdadir poliartrit, mana shunaqa muammolar, suyaklarda kollagen yetishmaslik muammolari, shunaqa muammolar paydo bo'lmasligi uchun sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Ovqatlanish ratsioningizga juda ham qattiq e'tibor bering. Zararli bo'lgan narsalarni ovqatlanish ratsioningizdan olib tashlang. Bu ertaga sizga foydavor bo'ladi. Tezroq kasallanishingizga va tezroq qarishingizga sabab bo'ladi. Siz qaridingiz yoki bo'lmasa kasallandingiz, albatta mutaxassis yoniga borasiz va katta miqdorda pul to'lab sog'ligingizni tiklashni boshlaysiz. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Chunki bu dunyoda hamma narsani qonun qoidasi bor. Masalan, siz mashina haydovchisi bo'lsangiz, ko'chada qonunbuzarlik qilib qo'ysangiz, qonunbuzarlik qilganligingiz uchun siz shtraf to'lab, pul to'lab yana qonunbuzarlik qilmasligingiz ogohlantiriladi. Tanamiz bilan ham xuddi shunaqa. Demak, siz ovqatlanish ratsionini buzdingiz, sog'ligingizni buzdingiz, salomatlik qonun qoidasini buzdingizki, hozir mana shunday ahvolda bo'lib turgan bo'lasiz. Ya'niki mutaxassisga borib pulini to'laysiz. Bu pul o'zingizning tanangiz uchun to'lanayotgan bo'ladi aslida, lekin ko'pchilik o'ylaydiki, men vrachga yoki kosmetologga pul beryapman deb o'ylaydi. Aslida esa kasallikning va salomatlikning qoidasini buzganligimiz natijasida biz sog'ligimizni tiklashni amalga oshiramiz. Mana shunday jarimalar ko'payib ketmasligini xohlasangiz, siz har kuni yeb ichayotgan oziq-ovqatingizga e'tiborli bo'ling. Bizning tanamiz biomashinadir. Uni qanchalik asrab-avaylab kerakli narsalarni berib va keraksizlarni tanamizga kiritmasak, shunchalik yaxshi ishlab beradi. Undan keyin yuzimizni parvarishda ham xuddi shunaqa. Yuzimizni parvarishini qachondir poydevor qilib biz buzib qo'ygan bo'lamiz. Yuz parvarishi qonun qoidalari bor. Ularni buzgandan keyin kosmetologga boriladi yoki kremlar sotib olinib, biz o'sha jarimani to'layotgan bo'lamiz. Aslida shunaqa bo'ladi. Lekin bizni huzurimizga kelgan ba'zi bir mijozlarimiz buni ko'p ham tushunmaydi. O'ylaydiki, juda ham ko'p pul to'layapman deb o'ylaydi. Nima uchun shunaqa? Chunki qonunbuzarlik qilib qo'ygan bo'lamiz. Hamma joyda har qanaqa qonunbuzarlik qilganimizda, albatta biz pul to'lab buni nima qilamiz? Yopamiz. Videomiz tugadi bo'ldi. Buncha narsalarni qayerdan bilarkan deb hayron qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki o'zim ham qachonlardir qonun qoidalarini juda ham buzganman. Yaxshigina to'lovlarni amalga oshirib, sog'ligimni va yuzimni parvarishini to'g'rilab olganman va bundan keyin qonunbuzarlik qilmaslikka harakat qilyapman.
Salomatlik qonun qoidasini, yuz parvarishi qonun qoidasini, qarishni tezlashtirganlar, qonunbuzarlik qilganlar nechta? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bundan keyin qonunbuzarlik qilmaslikka o'zingizga so'z bering.